Salom do'stlar, sizlar bilan qishloqim. Ha, eshitganlaringizday men qishloqiman. Men yangi boshlagan youtuberman. Minecraftni endi o'ynayman. Bizning buyuk Minecraftning asosiy maqsadimiz bir kecha omon qolish. Biz buni udda olamiz yo'qmi ko'ramiz. Birinchi hamma qiladigan ish daraxt chopib olamiz. Endi esa chopib olgan daraxtlarimizni yog'ochga aylantiramiz. Endi esa bu daraxtlardan verstak yasaymiz. Verstak shunday yasaladimi dedimi? Bitta kirka yasay olamiz va bu kirka bilan tosh qaziymiz. Qani, let's go. Ya do'stlar, sizlardan bir iltimosim bor. Men yangi boshlayapman. Shuning uchun menga podдержка kerak. Yordam qilinglar. Sizlar menga videolarimni like bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz bu men uchun katta yordam bo'lar edi. Sizlar meni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Shunday qilsalaringiz bundan so'ng yanada qiziqarli videolar chiqishiga kafolat beraman. Tutilib gapirganimga ahamiyat bermanglar. Men oldin video olib ko'rmaganman. Men senga endi esa bitta bolta, bitta kirka va bilmadim nima uchun qilich ham yasagim keldi. Men o'zi pechka uchun tosh qazgandim. Keyin qaziymiz qolganini. Daraxtning ko'pi ziyon qilmaydi. Endi esa let's go do'stlar. Shu yerdan sakrab tushib tirik qolsam, like bosasizlar. Qani, ketdik. Oppa. Jonim qanday qilib ketdi? Tushmay qoldim, suvga tushdim-ku. Sizlar sababini bilasangiz kommentariyaga yozib qoldiringlar. Ozgina tosh ham zarar qilmaydi. Umid borda umid. Temir chiqmasa. Qo'ycha. Qo'ychani ko'rdim. To'xta qo'ycha. Qo'ycha to'xta. Mendan hech qaysi qo'y qochib qutulolmaydi. Chunki bugun menga qo'ylar juda zarur. Men ularni o'ldirib, junidan kravat yasayman. Kravat bilan tun ancha xavfsiz bo'ladi. Shu yerdan sakrab tushib tirik qolsam like bosasizlar. Mana tirik qoldim. Meni like bosinglar. Rahmat. Endi qiladigan vazifamiz yo'lda yurib ovqat to'plash. Eshakka qaranglar, rangi naqadar g'alati. Men bormadim shu yerga sakrab.
Ha? Mana bormi, to'g'rimi? Bitta taxta uvol, ikkita taxta uvol bo'ldi. Mana bunga qaranglar. Quyosh botishi ne kadar güzel. Ama undan keyin haqiqiy zulmat boshlanadi. Men esa hali ham bitta jun yo'q. Bitta qo'y topish kerak. Qo'y yo'q. Mol bor, tovuq bor, qo'y yo'q. Nima qilish mumkin buni? Aytinglar. Qo'y topdim va nihoyat oxirgi junni olamiz. To'xtanglarchi. Menda ikkita jun bo'ldi-ku. Kechirasizlar, 3 ta bo'ldi deb o'ylabman. Unday bo'lsa yana qo'y qidirib ketaman. Shu sigirlarni olaman deb o'lib ketmasam bo'ldi. Endi bu yerni surib olamiz. O'layotgan paytda eng yaxshi usul tepaga qarab blok qo'yib chiqish. Tez bloklarga aylantiramiz. Teparoqqa chiqamiz. Atrofimizni o'raymiz. Skeletlar otib qolmasligi uchun albatta. Yana mana bu o'rgimchaklar chiqaveradi. Ko'rib turganlaringizdek pechka yasalib, bu pechkada esa ovqatlarimizni pishirib olamiz. Ko'mir yo'q. Ko'mir qazish kerak edi. Ammo bizda yog'och bor. Yog'och bilan qilamiz. Mana bu jodugarga qaranglar. Yonimda paydo bo'lib qoladimi? Yomon bo'lar edi. Mana bu zombilarga qara. Bular ketmaydi-da. Ovqatimiz pishdi. Men bularni o'ldirmoqchi edim. Qilich menga bekor yasamadim. Ammo tushsam kliplar portlasachi. Ha, mayli, tavakkal qilib o'lish niyatim yo'q. Bir tog'a ketyapti. Hadi tushib ko'raylikchi. Aha, ketibdi. Endi bularni o'ldirib yuboramiz. Barcha bolam zombi. Creeper. Yo'q. Ko'rdinglaringizmi? Men hozir bo'lib qo'ymaganimdan uchib tashlab ketardim. Bu omadmi bu? Ha, mayli. Endi shu yerda oynaga tomosha qilib o'tiramiz. Desam ishonmanglar, men unaqa qilolmayman. Sarguzasht ishlar. Sarguzasht istab yo'lga chiqqanman. Bu pech o'chib qolaverar ekan-da. Yorug'lik kerak.
Yaxshi, ovqatimiz qolmagan. Endi nima yoqamiz? Yo'q, bu ham yoqilmaydi. Tosh yoqsa bo'ladi, ammo yoqmaymiz. Toxtaning o'zini yoqsa bo'lar ekan. Endi meni cheksiz yorug'lik bor. Do'stlar, shu joyda videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Qiziq, hanuzgacha och qolmadim. Men bu yerga yashitib o'tiraman deb kelganim yo'q. Men qilishni bekor istaganim yo'q. Men ular bilan tushib jang qilaman. Bundan oldin esa bu yerlarni yig'ishtirib olamiz. Zombi tog'a, men tushyapman. Kutib oling. Oh! Qoch. Yur. To'xta, birinchi o'ldiramiz. Kim yoqilmasin. Bir qilishlik joni bor ekan. Nima bo'lgan taqdirda ham qochamiz bu yerdan. Surib boramiz. Menga oxirib ketdi menimcha. Yomon shunaqa joylardan chiqish uchun bu blok ishlatish kerak. Qochamiz. To'xtanglar. Men hozir junimni qo'yib keldimmi suv ichiga? Mayli. Tog'ning ustida moblar yo'q deb eshitganman. Shunaqa eshitgansizlar, bilmayman. Sizlarni tirib qo'yapman shekilli. Buni gapirmay o'tiraman. Bu yerda ko'mir bor. Bu yerda ham ko'mir bor. Nima qilsak ekan? Birinchi pastdagini olsakmikan? Mayli, pastdagini olaman. Do'stlar, ovozga e'tibor bermaysizlar. Men qo'rqinchli filmlarga ovoz berardim. Dublajda ishlar edim. So'ngra Minecraft o'ynayapman. Albatta hazil. Yana o'sha gap, sakrasam tirik qolsam like bosasizlar. Qani, let's go. Nima do'stlar? Men omon qoldim, like bosinglar. Temir. Shunaqasini endi ko'ryapman, ochiqcha temir. O'zi birinchi marta o'ynayapman, ammo birinchi marta ko'ryapman-da. Yaxshi, yana temir. Temirlarni men hammasini qazib olaman. Temir odam bo'laman. Hazil. Ana skeletga qarang. Qo'ychami? Mana qo'ychani o'ldiramiz. Pastda skelet bor. Mayli. Do'stlar, to'y o'tganini ham bilmay qolibman. Bizning videomiz tugash arafasida turibdi. Bizning bu videoda asosiy maqsadimiz aytganimdek bir kecha omon qolish edi. Videosiga yoqqan bo'lsa like bosing va kanalga obuna bo'ling. Sog' bo'ling.